Ukrainadagilar tarixdagi eng yomon qishga tayyorlanmoqda. O'zbekistonda dollar kursining oshishi prognoz qilindi. 12 noyabrdagi murojaat ortidagi sirlar: nega Saakashvili aynan Zelenskiyga ishonadi? Putin strategiyasi oxiriga yetdimi? Urush ortidagi qora statistika. Qochqinlar bosimi ortdi. Berlin nega endi ukrainaliklarni armiyaga qaytarishni xohlayapti? AQShda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish salohiyati tugab bormoqda. Rubio. Dunyo charchadi, sil esa kuchaymoqda. JSSTdan dahshatli hisobot. Ukrainadagilar tarixdagi eng yomon qishga tayyorlanmoqda. Oldindagi qish Ukrainada deyarli 4 yillik urush davridagi eng og'ir qishlardan biri bo'ladi, deb yozadi Politico va BBC jurnalistlar. Ukraina hukumat rasmiylari va har kuni elektr energiyasi o'chirilayotgan aholi bilan suhbatlashdi. Kiyevlik Oksana Zinkovskaya Bayarskayaning aytishicha, uning uyida elektr har kuni o'chadi, lift to'xtaydi, chiroq o'chadi. Ba'zan markaziy isitish tizimidagi bosimni ushlab turuvchi nasoslar ishlamay qoladi. Uning 2 yoshli qizi Katya shamlar yonida o'ynayapti. Portlashlar paytida o'z bolangni boshpanaga ko'tarib borganingdagi qo'rquvni so'z bilan tasvirlab bera olmayman. Men hayotimda hech qachon bunday tuyg'uni his qilmaganman va buni hech kim boshidan o'tkazishini istamayman. U yorug'lik yo'qligidan qo'rqib ketishi mumkinligi haqidagi fikr dahshatli. Ukraina hukumatining shaxsi oshkor etilmagan yuqori martabali mulozimi BBC bilan suhbatda yaqin oylar juda og'ir bo'lishini taxmin qilmoqda. O'ylaymanki, bu tariximizdagi eng yomon qish bo'ladi. Rossiya bizning energiyamizni, infratuzilmamizni, isitish tizimimizni yo'q qiladi. Barcha davlat idoralari eng yomon ssenariyga tayyor bo'lishi kerak, dedi u. Hozirning o'zidayoq ukrainlar kuniga 16 soatgacha svetsiz o'tirishga duch kelmoqda. DTEK energetika kompaniyasi bosh direktori Maksim Timchenkoning so'zlariga ko'ra, so'nggi 2 oydagi hujumlar intensivligiga ko'ra Rossiya Ukraina energetika tizimini butunlay yo'q qilishga intilmoqda. Yevropalik diplomat BBC bilan suhbatda Rossiya strategiyasining boshqa jihati ham borligini taxmin qildi. Odamlar shunchaki isitish tizimisiz muzlab qolishi ham, shuningdek ertalab novvoyxonadan non sotib ola olmaslik, fabrikada elektr yo'qligi uchun ishga bora olmaslik haqida ham gap ketyapti, dedi u. Politico noshiri ham kelayotgan qishni Ukraina uchun eng xavflisi deb atamoqda. 2020-yilda energetika vaziri vazifasini vaqtincha bajargan sobiq energetika vaziri Olga Buslevetsning so'zlariga ko'ra, bu qish avvalgilardan ancha og'ir bo'lishi hozirdanoq aniq. Shu bilan birga Politico nashri yozishicha, kelayotgan qishning og'irligini bu safar ukrainlar qahramonlik va topqirlik bilan yengib o'tishi dargumon. O'zbekistonda dollar kursining oshishi prognoz qilindi. O'zbekiston Respublikasi hududida 17 noyabr kuni amal qiladigan AQSh dollari kursi 53-54 so'm atrofida